O'sha kundan beri gaplashmayaptilar. Hozir ham mesalarni qotirib ketdilar menga. Jirkib gaplashyaptilar. Voy. Men uni dabdalasini chiqarib qo'yaman, o'zidan ketyapti-mu. Kecha-chi zalda uxladilar. Voy. Men qanaqa qilib sezmadim, qizim. Kechqurun o'tib ketdilar-da, siz uxlaganingizdan keyin. Keyin voqli turib oldilar. Umuman gaplashmayaptilar. Ko'zimga ko'rinma deyaptilar. Yo'qmayapsan dedilar. Menga qarang. Undaychi, mana qilamiz. Bugun sizni opajoningiznikiga 1-2 kunga jo'natib boraman. Iye, Siz xat yozasiz. Men kerak emasmanmi? Men yoqmayapmanmi? Boshqasi kela qolsin. Men ketdim deb ketib borasiz. keyin ajrashaman desalar-chi. Voy. Qayoqqa ajrashadi qizim? Oyim aytganlar, ering bilan urushsang, qadam bosib ko'chaga chiqma deganlar. Eri agar uydan haydasa, bu meni uyim hech qayerga ketmayman, o'zing ketgin degandilar.